Voy, endi bu nimasi ekan? Bo'lak qilib hamma narsani paketga sop qo'yganing-a? Shunaqa ozgina yo'q bo'lsang, shunaqa hamma narsa bo'lak bo'lib ketadi. Endi buni jahl otiga minmasdan turib san'at asariga aylantiramiz, azizlarim. Boshladik. Skaborodkaga ozgina yog' solamiz. Bo'lib qo'ygan piyozini ozgina tuz sepib yuboramiz, maza uchun. Sabzisini ham sovuramiz. Ozgina qovurib yuboramiz. Qizil balg'arlar ham qimmat, bilasizlar, azizlarim, uni uvol qilmaymiz. Значит так, mana sayim qovurildi. Buni tarelkaga olamiz-da, ozgina shamollatamiz, parini ketkazamiz, salgina sovutamiz. Men makaronkalarni qaranglar, pishirib, uni qaynatib, avaylab olib qo'yibdi. Mana makaronkalarni soldik, zelin soldik. 5-6 ta marinovni bodrinchalardan olamiz, mayda qilib to'g'raymiz. Bodringni ham sovuramiz. Jo'xorini ham soldik. Shamollab qo'ygan sayimni ham solamiz. Endi sous tayyorlaymiz. Biz labne olamiz. Bir 3 qoshiqchalik manda qopdi, labne. Ozgina qaynab sovigan suv sovuramiz, sal suyultiramiz. 1 qoshiq, mana 2 qoshiq to'ldirib mayonez soldim. Unga men ozgina qizil qalampir solaman, achuroni yaxshi ko'ramiz. Ozgina tuz sovuramiz. Yaxshilab turib aralashtiramiz, однородный massa bo'lgungacha. Sousim vashim bomba bo'lgan, ishoninglar, vashim zo'r. Endi buni zapravka qilamiz. Endi sizlarga ham ko'rinsin, sovutganim mana. Прям kislo, sladko, gorki, vashim mazasi bomba, rostdan bomba. Endi buni mehrli qo'llar bilan chiroyli qilib aralashtiramiz. Bu ajoyib bo'ldi. Vashim ham salat, ham ovqat, ham yengil, ham sovuq, issiq kunda mazali, azizlarim. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir buni обязательно Nargiz opa boplab yeb beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Voy. Mazasi vashim zo'r, ishoning. Meni katta qoshiqda. Rostdan ham uydagi bor narsadan azizlarim, hammaga tavsiya qilaman. Osh bo'lsin.